Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga Bani Salama qabilasidan bir yigit kelib savol qildiki: "Ya Allohning rasuli, meni bir savolim bor. Ha, bering. Otam, onam hayot yurgan davrlarida ko'p xizmatlarni ado qildim. Baqadri imkoniyat duolarini oldik. Allohning irodasi ekan mana dunyodan ko'z yumib o'tib ketishdi. Ota-ona dunyodan o'tib, tanasi qabrga kirgandan keyin ham hayot yurgan davrlarda qilgan ezgu amallarimni davom ettirsam, savobi qabriga yetadimi?" dedilar. Shunda janob Rasululloh javob qildilarki: "Ota-ona dunyodan o'tgandan keyin yotgan joyi obod bo'lsin degan farzand holi hayotda 4 ta narsaga amal qilsin. Birinchisi, ota-onani haqqiga duo qilsin. Ya Rabbim, otamni, onamni rahmat qilgin. Xatolarini o'zing kechirgin, o'zing mag'firat qilgin. Yotgan joylarini obod qilgin" deb duo qilishlik. Ibodatlarimizda joy namozlarning ustida yig'lab ota-onani haqqiga duo qilishlik. Salomat yurgan bo'lsa sihatligini Allohdan so'rab duo qilishlik farzandni zimmasida turgan birinchi haq. Ikkinchisi, ota-ona hayot yurgan davrlarda farzandlariga qoldirgan bir shar'iy vasiyat bo'lsa, sunnatga muvofiq, islomga muvofiq bo'lgan shar'iy bir vasiyat bo'lsa, shu vasiyatni amalga oshirgan farzandning xulqidan qabrda yotgan ota-onaning ruhi shod bo'ladi. Uchinchisi, ota-ona hayot yurgan davrlarda orttirgan oshna og'ayni, ulfati hamdam, yor birodarlar bo'lgan, billa xizmatda bo'lgan, billa ibodatda bo'lgan, doimo ham nafas, ham fikr bo'lgan, otamizni ko'rgan, onamizni ko'rgan yor birodarlari bo'lgan, ota qadrdon, ona qadrdonlarni unutmagan, shularni duosini olgan farzandni xulqidan qabrda yotgan ota-onaning ruhi shod bo'lar ekan. Hazrat Umarning o'g'illari Abdulloh bin Umar bir kun otalarining vafotlaridan keyin ko'chada turgan paytlarida huzurlariga bir notanish odam keldi. "Ey Abdulloh, men sizni otangiz Hazrat